kitob o'z taqdim etadi. Millioner sahobalar. Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu. Baxillikdan qo'rqqan sahoba. Hazrati Abdurrahmon ibn Af milodiy 571-yilda Makka da tug'ilgan. Bir rivoyatga ko'ra esa u Fil yilidan taxminan 10 yildan keyin dunyoga kelgan. U Quraysh qabilasining Bani Zuhra urug'idan bo'lgan Xorisning o'g'li bo'lib, jahiliyat davrida uning ismi Abdul Kaba, Abdu Amr yoki Abdul Xoris edi. Kunyasi Abu Muhammad. To'liq ismi Abdurrahmon ibn Af ibn Abdul Af al-Qurayshi az-Zuhridir. Nasabi jihatidan uning bobosi Kilob ibn Murrada payg'ambarimiz bilan birlashadi. Payg'ambarimiz Arqam ibn Arqamning uyida o'z faoliyatlarini boshlagan kunlarda islomga kirgan Abdurrahmonga bu ismni Hazrati payg'ambarimizning o'zlari qo'yganlar. Uning jahiliyat davrida ba'zi yomon odatlari bo'lganiga qaramay, xamir ichmagan va chiroyli xulqi bilan insonlarning muhabbatini qozongan. Ashabi kiromning ulug'laridan sanalgan Hazrati Abdurrahmon jannat xushxabari berilgan 10 kishidan biri. Abu Bakr roziyallohu anhu vositasida 8-chi bo'lib islomga kirgan ulug' sahoba edi. Orqangda nima gaplar bor ey Abdurrahmon? Hazrati Abdurrahmon ibn Af yoshligidan boshlab tijorat bilan shug'ullangan. Shuning uchun u tijorat maqsadida turli o'lkalarga borib kelardi. U kishi shunday deydi: Men payg'ambarimizning risolati oshkor qilinmasdan 1 yil oldin Yamanga bordim va u yerda Asqalon ibn Avaqirul Himyari ismli yoshi ulug' bir mo'ysafidning uyida mehmon bo'ldim. Men har safar uning uyida mehmon bo'lib qolardim. U mendan Makkadagi xabarlar haqida so'rardi. Sizning ichingizdan xabari berilgan va zikr qilingan bir zot chiqdimi? Diningiz borasida sizga qarshi chiqqan biror kishi bormi derdi. Men har doim yo'q chiqmadi derdim. Va nihoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga risolat berilib, islom dinini insonlarga maxfiy tarzda yo'ya boshlagan yil keldi. Men Yamanga borib yana o'sha keksaning uyiga kirganimda, u menga "Men senga tijoratdan ham xayrli bo'lgan bir mujdani beraymi?" dedi. "Ha, bering" dedim. U shunday dedi: Alloh taolo sening qavming ichidan o'zi rozi bo'lgan va tanlab olgan bir kishini payg'ambar qilib yubordi. Unga kitob ham berdi. U kishi insonlarni butlarga sig'inishdan qaytaradi va ularni islomga chaqiradi. U haqqa buyuradi va botilni yo'q qiladi. U Bani Hoshim urug'idandir. Sizlar uning tog'alarisizlar. Sen tezroq qayt. Tez borib unga yordamchi bo'l. Uni tasdiqla va mana bu baytlarni ham unga olib bor dedi va bir bayt aytib berdi. Men Yamanlik Mo'ysafidning aytgan baytlarini yod olib Makkaga qaytdim va Hazrati Abu Bakrni qidirib topdim. Unga Yamanlik Mo'ysafidning gaplarini aytib berdim. U kishi shunday dedi: U Abdullohning o'g'li Muhammaddir. Uni Alloh taolo butun insonlarga payg'ambar qilib yubordi. Sen tezda u kishining oldiga borib iymon keltir. Shundan keyin men payg'ambarimizning uylariga bordim. U kishi meni ko'rib kulimsiradilar va "Orqangda nima gaplar bor ey Abdurrahmon?" deb so'radilar. Men esa hayron bo'lib, "Bu nima deganingiz?" dedim. U kishi "Menga omonat qilingan va o'sha odam tarafidan sen orqali yuborilgan narsani olib kelib menga ber. Shubhasiz uni menga yuborgan Himyar o'g'li mo'minlarning eng ustunlaridandir" dedilar. Men payg'ambarimizning bu so'zlarini eshitib darhol shahodat kalimasini keltirdim va musulmonlik sharafiga erishdim. Shundan keyin haligi Yamanlik kishining baytlarini o'qib, uning gaplarini u zotga aytib berdim. Bularni eshitgan Hazrati payg'ambarimiz shunday dedilar: Vaqti bilan shunday mo'minlar bo'ladiki, ular meni ko'rmay turib menga iymon keltiradilar. Mana shular mening haqiqiy birodarlarimdir. Qaysi toshga uzansam, o'sha toshning ostida yo oltinga, yo kumushga ro'baro kelardim. Ilk musulmonlardan bo'lgan Hazrati Abdurrahmon ibn Af
Qurayshning zulmlariga chiday olmay Habashistonga hijrat qilib ketgan sahobalar orasiga qo'shildi. Nihoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblarini Madinaga hijrat qilishga tashviq qilgach, u ham boshqa sahobalar kabi Madinaga hijrat qildi. Madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muhojirlar bilan ansorlarni bir-birlariga qiyomatli do'st qilib tutuntirganlarida, unga madinalik boy ansorlardan biri bo'lgan Hazrati Sa'd ibn Rabi to'g'ri keldi. Diniy e'tiqodlari sababli hamma narsasini tashlab ketgan makkalik musulmon muhojirlar madinalik ansorlarning har tomonlama yordamlari bilan qo'llab-quvvatlandilar. Madinaliklar bu birodarlar uchun har qanday moddiy va ma'naviy yordamlarni ayamadilar. Bu borada buyuk fidokorlik namunasini ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz taraflaridan Hazrati Abdurrahmon ibn Afga birodar deb e'lon qilingan madinalik ansoriy Hazrati Sa'd ibn Rabi ana shunday fidokorlardan biri edi. U yangi muhojir birodari Hazrati Abdurrahmonga o'zining Madinaning eng boy kishilaridan biri ekanini, o'zi ega bo'lgan hamma narsasini u bilan bo'lishishini aytdi. U kishidan molining yarmini olishini talab qildi. Lekin Hazrati Abdurrahmon uning bu taklifini qabul qilmadi. U Hazrati Sa'ddan bozorga olib boradigan yo'lni ko'rsatib qo'yishini so'radi. Chunki u birovga yuk bo'lishni istamas, o'z qo'li bilan rizq topishni xohlardi. U Hazrati Sa'dga: "Aziz do'stim, Alloh senga va farzandlaringga barakot bersin, molingni ko'paytirsin. Sen menga bozorga olib boradigan yo'lni ko'rsat. Men u yerga borib tijorat qilaman va o'z ehtiyojlarimni o'zim ko'taraman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uning bu ishidan xabar topganlarida xursand bo'lib, uning moli ko'p va barakotli bo'lishini tilab, uning haqqiga duo qildilar. Ushbu nabaviy duolarning natijasida Hazrati Abdurrahmon ibn Af tez fursatda boyib ketdi. U kishining o'zi bundan taajjublanib shunday degan: "Men qaysi toshga uzansam, o'sha toshning ostida yo oltinga, yo kumushga ro'baro kelardim." Badr g'azotida farishtalar bilan birga jang qilgani. Badr g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Abdurrahmonni qidirib qoldilar. Sahobalardan biri payg'ambarimizning yonlariga kelib: "Ey Allohning rasuli, men uni tog'ning etagida ko'rdim. Atrofida bir necha mushriklar uni o'rab olishgan. U ular bilan olishayotgan edi. Men borib yordam bermoqchi edim. Qarasam siz bu yerda ekansiz. Shoshilib yoningizga keldim" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Sen undan xavotir olma, unga farishtalar yordam beradilar" dedilar. Keyinroq o'sha sahoba Hazrati Abdurrahmonni topdi. Uning atrofida 7 ta mushrikning murdasi yotardi. U: "Bularning hammasini siz o'ldirdingizmi, ey Abdurrahmon?" deb so'radi. Hazrati Abdurrahmon: "Mana bu ikkalasini men o'ldirdim. Qolganlarini esa men tanimaydigan bir kishi o'ldirdi" dedi. Shunda haligi sahoba: "Alloh va uning rasuli to'g'ri aytdi" deya payg'ambarimizning aytgan so'zlarini tasdiqladi. Uhud jangida oyog'i cho'loq bo'lib qolgani. Hazrati Abdurrahmon ibn Af payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga barcha jang va g'azotlarda qatnashdi. Bu urushlarda u bir necha joyidan yaralandi. Uning 12 ta tishi janglarda sinib tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ziyon zahmat yetmasin deb, asosan jangu jadallarda butun vujudi bilan u zotni himoya va mudofaa qilgan shaxslardan biri mana shu Abdurrahmon roziyallohu anhu edi. Hatto u oyog'idan olgan yara va jarohatlar tufayli oqsab yuradigan bo'lib qoldi. Uning vujudidagi urushlardan qolgan og'ir yaralar natijasida terisida chandiqlar paydo bo'lib, unga noqulaylik tug'dirardi. Shuning uchun u payg'ambarimizning faqat o'ziga xos ruxsatlari bilan ipak kiyimlar tiktirib kiyar edi. Payg'ambarimiz sahobalardan faqatgina u kishiga ipak kiyim kiyishga ruxsat bergan edilar. U hech kimdan biror narsa istamas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir safar Hazrati Abdurrahmonga bir narsa berishni va'da qilgan edilar.
Bani Qurayza qabilasining yerlari fath qilinganida Hazrati Abdurrahmon ana shu va'dani eslatish uchun Masjid-i Nabaviyga bordi. U yerga borganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagi xutbani o'qiyotgan edilar. Kimki tilanchilik yo'liga tushmasa, Alloh taolo unday insonni tilanchilik qilishga muhtoj qilib qo'ymaydi. Kim o'zini boylardek tutsa, Alloh taolo unday insonni boy qiladi. Kimki bizdan biror narsa istasa, biz unga o'sha narsani beramiz. Lekin bizdan biror narsani so'rash uchun qo'lini cho'zmagan kishi bizning nazdimizda bizdan biror narsani istagan kishidan sevimlidir. Hazrati Abdurrahmon ibn Af bu so'zlarni tinglaganidan keyin o'ziga o'zi men bundan keyin birovdan biror narsa so'ramayman dedi va birovning yordamisiz Alloh taoloning lutfi ihsoni bilan eng boy kishilardan biriga aylandi. Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu. Ikkinchi qism. Alloh sening berganingga ham, qoldirganingga ham barakotini yog'dirsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalariga shunday dedilar: Men jihodga askar hozirlayapman. Har kim kuchi yetganicha yordam qilsin. Buni eshitgan Hazrati Abdurrahmon ibn Af darhol harakatga tushdi va payg'ambarimizni xursand qiladigan mana bu so'zlarni bayon qildi. Ey Allohning rasuli, mening 4000 dirhamim bor. Men 2000 dirhamni bolalarimga qoldirib, qolgan 2000ni Allohga qarz berish uchun olib keldim. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga shunday duo qildilarki, boshqa sahobalar ham mollarining yarmini keltirib berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdurrahmon ibn Afning haqqiga shunday duo qilgan edilar: Alloh sening berganingga ham, qoldirganingga ham barakotini yog'dirsin. Payg'ambarimiz alayhissalomga imomlik qilgani. Tabuk g'azotidan qaytayotib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Mughira ibn Shu'ba bilan birga karvondan uzoqlashib, bir joyga borishga majbur bo'ldilar. Ular qaytgunicha namoz vaqti o'tib ketadigan bo'ldi. Sahobalar namoz qazo bo'lmasin deb Hazrati Abdurrahmonni imomlikka o'tkazishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaytib kelib, namozning 2-rakatida u kishiga iqtido qildilar. Namozdan keyin u zot: To'g'ri qilibsizlar. Sizlar Abdurrahmonni imomlikka o'tkazib to'g'ri qilibsizlar. Bir payg'ambar solih bir kishining orqasida namoz o'qimagunicha ruhi olinmaydi deya Hazrati Abdurrahmonning fazlini e'tirof etdilar. Shu tariqa Abu Bakr Siddiqdan so'ng payg'ambarimizga imomlik qilgan kishi Abdurrahmon ibn Af bo'ldi. Bu yeganlarimizning shukrini qanday ado qilamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vafotlari barcha sahobalar qatori Hazrati Abdurrahmonni ham qattiq iztirobga soldi. Payg'ambarimizni qabrga qo'yganlardan biri ham Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu edi. 23 yil davomida anbiyolar sultoni sollallohu alayhi va sallam bilan hamnafas yashagan bu muborak sahobiy u zotning vafotlaridan so'ng birgalikda o'tkazgan kunlarni eslab tinmay yig'lar edi. U zotdan keyin uning uchun bu dunyoning qadr-qiymati qolmaganini ko'p takrorlar edi. Navfal ibn Iyos bu haqida shunday deydi: Abdurrahmon ibn Af bir kuni bizni uyiga olib bordi. Tovoqda lazzatli taomlar keltirdi. U ovqatni oldimizga qo'ygach yig'lab yubordi. Unga qo'shilib biz ham yig'lay boshladik. Lekin nima uchun yig'layotganimizni bilmasdik. Men undan: "Ey Abdurrahmon, nima uchun bunchalik yig'layapsiz?" deb so'radim. U shunday dedi: "Biz mana bunday ne'matlar ichidamiz. Rasululloh esa vafot etib ketdilar. U zotning o'zlari va oilalari hatto arpa nonini ham biror marta to'yib yemadilar. Biz bu yegan narsalarimizning shukrini qanday qilib ado qilamiz? Men shuning uchun yig'layapman." Bir kuni Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhuning huzuriga taom keltirildi. U ro'zador edi. U Mus'ab ibn Umayr qatl qilindi. U mendan yaxshi edi. U bir cho'ponga kafanlandi. Boshi yopilsa oyoqlari ochilib qolar, oyoqlari yopilsa boshi ochilib qolar edi. Hamza roziyallohu anhu shahid qilindi.
u mendan yaxshi edi. So'ngra bizga dunyoning kengligi kelganicha keldi. Bizning hasanotlarimiz oldindan berilmoqdamikin deb qo'rqib qoldim dedi. Keyin u yig'lashga tushdi va taomni yeya olmadi. Uning xizmatchisi shunday hikoya qiladi. Men Abdurrahmon ibn Afning yonida edim. Kechqurun unga bir ovqat olib kelishdi. U kunduzi roza tutgan edi. U ovqatni ko'rib yig'lab yubordi va shunday dedi: Bizdan oldingilar bizni tashlab ketishdi. Dunyo ularning yaxshiliklarini kamaytira olmadi. Biz payg'ambarimizning davrlarida qiyinchilik va mashaqqatlar bilan sinaldik, sabr qildik. Keyin esa mo'l-ko'llik va ne'matlar bilan sinaldik, sabr qila olmadik. Abdurrahmon ibn Af ikrom ihson bilan jannatga kiradi. Hazrati Abdurrahmon ibn Af boy kambag'al deb ajratmasdan uyida hammaga ziyofatlar qilib berardi. Bunday ziyofatlarga moddiy jihatdan o'ziga to'q bo'lgan Hazrati Usmon ham kelib turardi. Bir kuni undan: "Siz boy emasmisiz?" deb so'rashdi. U shunday javob bergan: "Bu Abdurrahmon ibn Afning ihsonidir, sadaqasi emas." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u haqida: Abdurrahmon ibn Af ikrom ihson bilan jannatga kiradi deganlar. Allohim, meni nafsimning baxilligidan saqla. Hazrati Abdurrahmon ibn Af asharai mubashsharadan bo'lishiga qaramay, boylikning ma'naviy xatarlaridan qo'rqar edi. Jahiliyat davrida tijorat bilan shug'ullangan Abdurrahmon ibn Af musulmon bo'lganidan keyin ham shu ish bilan mashg'ul bo'ldi. Payg'ambarimizning u kishining haqqiga barakot tilab qilgan duolari bilan ishlari yanada yurishib ketdi va qisqa vaqt ichida katta boylikka ega bo'ldi. U tobora boyib ketayotganidan va bu narsa ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan qo'rqib, bir kuni Oysha onamiz roziyallohu anhoning huzurlariga kelib: "Mening ishlarim doim yaxshi ketyapti. Men oxiratda buning hisobini berishdan qo'rqyapman" dedi. Oysha onamiz esa: "Men Rasulullohning, meni ko'rganlar orasida shunday kishilar ham bo'ladiki, ular meni faqat bu dunyoda ko'radi deganlarini eshitdim" dedi. Shunda Abdurrahmon ibn Af: "Ey voh, men Rasulullohni bu dunyoda ko'rdim, endi oxiratda ko'rolmaymanmi" deya mahzun bo'ldi. Shunda Hazrati Oysha onamiz unga tasalli berib shunday dedi: "Yo'q, buning yo'li bor. Siz Alloh taolo sizga bergan ne'matdan infoq qiling. Imkoningiz boricha sadaqa qiling. Shu tarzda siz oxiratda ham payg'ambarimizni ko'rishdan mahrum bo'lmaysiz." Hazrati Abdurrahmon ibn Af sahobalar orasida eng boylaridan edi. Lekin u kishi mol dunyoga ozgina bo'lsa ham muhabbat qo'ymadi. Shu sababli u tez-tez Ka'bani tavof qilar va "Allohim, meni nafsimning baxilligidan saqla" deb duo qilar edi. Badrda qatnashgan g'oziylarga pul tarqatgani. Abdurrahmon ibn Af o'lim to'shagida yotganida 50 ming dinorning Alloh yo'lida sarflanishini vasiyat qildi. Bundan tashqari u kishi vafoti oldidan Badr g'azotida qatnashgan sahobalarning har biriga o'z molidan 400 dirham oltin, boshqa bir rivoyatga ko'ra 4000 dinor berilishini vasiyat qildi. Uning bu vasiyati e'lon qilinishi bilan Hazrati Usmon ibn Affon kabi kishilar ham Abdurrahmon ibn Afning uyi tomon harakatga tushdilar. Hazrati Usmon o'zi boy sahoba bo'lsa-da, bu pulni oldi. Sababini so'raganlarida u shunday javob berdi: "Abdurrahmonning moli sof va halol. Undan yeyish baraka va ofiyatdir." Hazrati Abdurrahmon ibn Af mol infoq qilishda shunday bir darajaga erishgan ediki, u haqdagi mana bu gaplar bejiz aytilmagan edi. Butun Madina aholisi Abdurrahmon ibn Afning moliga sherikdir. U molining 3dan birini qarzga beradi, 3dan birini ana shu qarzlarni uzishga beradi va qolgan qismi bilan yana yordam beradi. Rasulullohning ayollarini himoya qilgani va Oysha onamizdan duo olgani. Banu Nazir qabilasidan g'animatga olgan mollardan o'z hissasiga tushgan yerni 40 ming dinorga sotganidan keyin
Abdurrahmon ibn Af bu mablag'ni Bani Zuhra qabilasidagi faqirlarga va payg'ambarimizning ayollariga bo'lib berdi. Oysha onamizning ulushini olib kelganlarida u kishi buni kim berib yubordi deb so'radi. Uni yuborgan kishi Hazrati Abdurrahmon ekanini bilgan Oysha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning "Mendan keyin sizlarga faqat solih bo'lgan kishilargina shafqat va marhamat bilan muomala qiladilar" degan so'zlarini xotirladi. Boshqa bir rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oysha onamizga "Mendan keyin sizlarga faqat sabrlilargina achinadi" deganlarini aytganlar. Shunda Hazrati Oysha onamiz Abdurrahmon ibn Afning bunday muomalasiga javoban shunday duo qildi: Alloh taolo ibn Afni jannat salsabili bilan mukofotlasin. Alloh taolo ibn Afga jannat salsabilidan ichirsin. Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu. 3-qism. Men ozgina foydaga rozi bo'ldim. Hech bir xaridorni bo'sh qaytarmadim. Hazrati Abdurrahmon ibn Af Jurf degan joyda sug'orishda qo'llaniladigan 20 ta hayvon yordamida ekin ekar va uning hosilidan uyining ehtiyojlarini qoplar edi. Bundan tashqari u kishi tijorat bilan ham shug'ullanar, savdo mollarini juda oz foydaga sotar edi. Shunga qaramay u katta foydalarni qo'lga kiritardi. Bir safar u kishidan bunday katta boylikni qanday topgani haqida so'rashdi. Men ozgina foydaga kifoyalandim. Hech bir xaridorni bo'sh qaytarmadim deb javob berdi. Hazrati Abdurrahmon ibn Af tijorat ishlarida shu qadar mohir ediki, unga Tojirur Rahmon, ya'ni Rahmonning savdogari deb laqab ham qo'yishgan edi. Shubhasiz Alloh taoloning Rahmon ismining barakoti bilan uning muvaffaqiyatli savdogar bo'lganida payg'ambarimizning u kishi haqqiga qilgan xos duolari ham sabab bo'lgan. Mol yuklangan 700 ta tuyani infoq qilgani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin ham tijorat bilan shug'ullangan Abdurrahmon ibn Af bir kuni Shomdan un, bug'doy va turli oziq-ovqat mahsulotlari yuklangan 700 ta tuyasi bilan Madinaga kirib kelganida, Madina xalqi yer va osmonni shovqin-suronga to'ldirib maydonga to'plandilar. Oysha onamiz roziyallohu anha bu qanday ovoz deb so'radilar. U kishiga Hazrati Abdurrahmon roziyallohu anhuning karvoni Madinaga kirib kelgani va u karvon 700 ta tuyadan iborat ekani haqida xabar berishdi. Shunda Oysha onamiz Allohning rasuli to'g'ri aytdi dedi. Bundan xabar topgan Hazrati Abdurrahmon shoshib mo'minlar onasi Oysha roziyallohu anhoning huzuriga keldi. U kishidan "Ey mo'minlarning onasi, Rasululloh nima degandilar?" deb so'radi. Oysha onamiz shunday javob berdilar: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday degan edilar: "Men jannatni ko'rdim. Unga muhojir va musulmon faqirlarning yugurib kirayotganini ko'rdim. Abdurrahmon ibn Afning esa ular bilan birga jannatga emaklab kirganini ko'rdim." Bu so'zlardan quvonchi ichiga sig'may ketgan ulug' sahobiy shunday dedi: "Men bu karvonni butun yuklari bilan Allohning yo'lida infoq qilganimga sizni guvoh qilaman. Inshaalloh men ham ular bilan jannatga yugurib kiraman." Shunday qilib u 700, ba'zi rivoyatlarga ko'ra 900 tuyalik karvonni butun yuklari bilan Madina xalqiga taqsimlab berdi. U bu dunyoga ahamiyat bermagan bir shaxsdir. Hazrati Abdurrahmon ibn Af Hijriy 32-yilda Madinada 75 yoshida abadiy dunyoga rihlat qildi. Uning janoza namozini Hazrati Usmon o'qidi va u zot Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Hazrati Abdurrahmonning jasadini yelkasida ko'tarib ketayotgan Sa'd ibn Abu Waqqos u kishining tabiatidagi sog'lomlik va matonat fazilatlarini ifodalab, "Ey ulkan tog' deya murojaat qilgan edi. U qabrga qo'yilayotganida Hazrati Ali shunday dedi: "Ey Afning o'g'li, sen oxiratga kulib ket. Sen bu hayotning eng go'zal kunlarini ko'rding. Sen bu hayotingni buzmasdan oxiratga ko'chib ketmoqdasan." Bir kuni Hazrati Af ibn Malik tushida Abdurrahmon ibn Afni ko'rdi. Keling, ushbu xayrli tushni uning o'zidan eshitaylik.
Tushimda teridan qilingan bir chodirni va yashil bir maysazorni ko'rdim. Chodirning atrofida kavish qaytarayotgan, xurmoga o'xshash tezak tashlayotgan bir qancha hayvon suruvlari bor edi. Men bu chodir kimniki deb so'radim. Abdurrahmon ibn Afniki deyishdi. Shundan keyin men Abdurrahmonning chodirdan chiqishini kutib turdim. U chodirdan chiqib menga aynan shu so'zlarni aytdi. Sen ko'rib turgan bu ne'matlarni bizga Alloh taolo Qur'oni Karimning barakatidan berdi. Agar sen shu tog'dagi yo'lga chiqib qarasang, ko'zlaring ko'rmagan, quloqlaring eshitmagan va qalbingning ham tasavvuriga kelmagan narsalarni ko'rasan. Alloh taolo ularni Abu Dardoga hozirlab qo'yibdi. Zero u bu dunyoga ahamiyat bermagan shaxsdir. Boyligi va saxovati. Hayotining har bir onida oxiratni bu dunyodan ustun bilgan bu shonli sahoba, saxovat borasida ham eng oldingi o'rinlarda edi. Uning eng katta maqsadi dinning amrlariga benuqson rioya qilishdan iborat edi. Shuning uchun u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlik chog'larida ham, u zotning vafotlaridan keyin ham behisob mol-mulkni Alloh yo'lida sarf qildi. Abdurrahmon ibn Af 3 marta qo'lidagi molning yarmini berdi. Birinchi marta 4000 dirham, ikkinchi martasida 40000 dirham, uchinchisida esa 40000 tillani Alloh yo'lida sadaqa qilib tarqatib yubordi. U Uhud jangida asirga tushgan kishilardan 30 tasini ozod qilib, ularning har biriga 1000 tilladan berib yubordi. U kishi Tabuk g'azoti uchun 500 ta ot va 500 ta yukli tuya berdi. Hazrati Abdurrahmon ibn Afning saxiyligi ortgani sari mol dunyo uning ortidan quvayotgandek edi. Qanday holatda bo'lmasin doimo beruvchi qo'l bo'ldi. U kishi bir safar kasal bo'lib qolganida boyligining 3dan 1 qismini darhol faqirlarga sadaqa qilib yuborgan. Madina xalqi Hazrati Abdurrahmonning o'z oilasidek bo'lib qolgan edi. U boyligining 3dan 1ni ularga qarzga berar, 3dan yana 1 qismi bilan ularning qarzlarini uzar, qolgan 3dan 1 qismini esa yana ularga infoq ihson qilardi. Hazrati Abdurrahmon ibn Afning foyda oladigan manbalarini va uning qilgan xayr ihsonlarining turlarini sanab adog'iga yetish mushkul. Madinaning yaqinlarida joylashgan bir yerdan chiqqan hosil bilan u oila ahlining ehtiyojlarini qoplardi. Payg'ambarimizning davrlarida u 4 marta o'z boyligini yarmini sadaqa qilib bergandi. Ayni davrda uning Misrdan kelgan 100 tuyalik karvonidagi moli Madinadagi bevalarning ehtiyojlarini qoplash uchun ishlatilgan. U Alloh taoloning yo'lida ishlatilishi uchun 500 ta arab otini vaqf qilgan. Yana 1000 ta otni va 50,000 dinorni shu maqsadda qo'llanishi uchun vasiyat qilgan. U 500 ta yoki 1500 ta tuyani ham sadaqa qilib yuborgan. 150,000 dinorlik molini hammasini sadaqa qilishni vasiyat qilgan. Sog'ayib ketgach bu molni ehtiyojmandlarga bo'lib bergan. U yana 40,000 dinorlik yoki 400,000 dirham qiymatidagi bir bog'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ayollariga berishlarini vasiyat qilgan. U kishidan qolgan merosning qiymati xususida kelgan turli rivoyatlarga ko'ra, ular 1,3 million, 2,6 million va 3,2 million dinorni tashkil qildi. Uning naqd pullaridan tashqari yana qoldirgan merosi bir ko'shk, 100 ta ot, 1000 ta tuya va 10,000 ta qo'ydan iborat. Abdurrahmon ibn Af hayoti davomida ozod qilgan qullarning soni 30,000 atrofidadir. Vafot etganlarida u kishining merosi orasida yuqorida zikr qilinganlardan tashqari yana oltinlar ham bor edi. U oltinlar yombi holatida bo'lib, keyinchalik boltalar bilan kesib ishlatilgan. Hazrati Abdurrahmon ibn Af hayotlik vaqtida ziroat bilan shug'ullanish uchun bir yerni ijaraga olgan edi. Bu haqida uning o'g'li bizga shunday aytib beradi. Men u yerni uzoq vaqt otamning qo'lida bo'lganidan o'zimizning yer deb o'ylar edim. Buni bizga otam vafot etayotganida aytdi va uning ijarasi bo'lgan oltin yoki kumushdan bo'lgan zimmasidagi haqlarni ado qilishni bizga buyurdi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Abdurrahmon ibn Af nihoyatda badavlat bo'lib, yerni sotib olish uchun imkoniyati yetarli ekanligiga qaramay,
nima uchun yerdan ijaraga olish orqali foydalandi? Bu ishning hikmati shuki, u zot yer sotib olib katta miqdordagi sarmoyasini band qilish o'rniga uni boshqa foydali ishga yo'naltirishni ko'zlagan bo'lsa ne ajab. Ha, Abdurrahmon ibn Af tijorat ishida ana shunday mohir edi. Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu boyligini faqirlarga bo'lib bergan sahoba. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahoba Arqam ibn Arqamning hovlisida da'vat ishlarini boshlashlaridan oldin Hazrati Abu Bakrning chaqirig'i bilan musulmon bo'lgan Hazrati Abu Ubayda zohid bir inson bo'lib, u tirikligida jannat xushxabari bilan bashoratlangan va Hazrati Umarning xos iltifotiga sazovor bo'lgan sahoba edi. Uning nasabi 7-urug'ida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birlashadi. Hazrati Abu Ubayda Makkadagi musulmonlarga qilingan zulmlardan qutulish uchun bir guruh musulmonlar bilan birga Habashistonga, u yerdan esa Madinaga hijrat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muhojirlar bilan ansorlarni birodar tutuntirganlarida Hazrati Abu Ubaydani Hazrati Sa'd ibn Muoz bilan birodar qilib qo'ydilar. Uhud jangida payg'ambarimizning sovutlaridan ajrab ketgan ikkita halqasi u zotning yuzlariga botib jarohatladi. Hazrati Abu Ubayda bu halqalarni tishi bilan sug'urib olayotganida u kishining old tarafdagi tishlari sinib ketadi. Handaq va Bani Qurayza janglarida ishtirok etgan Hazrati Abu Ubayda bir necha marta harbiy bo'linmalarning boshlig'i qilib saylanadi. Hazrati Abu Ubayda Makkaning fath etilishi va Toifning qamal qilinishida qatnashadi. Hazrati Abu Bakrning xalifalik davrida Vizantiyaliklarga qarshi kurashish maqsadida Hims shahriga qo'mondon qilib yuboriladi. Xalifa Hazrati Umar davrida esa musulmonlarning lashkarlari asosan Hazrati Abu Ubayda va Hazrati Xolid ibn Validlarning matonat va shijoati bilan Antokiya shahrigacha yetib boradi. Bir qancha vaqtdan keyin Hazrati Abu Ubayda Quddus shahrini ham qamal qiladi. Quddusliklar shartlarni qabul qilib sulhga rozi bo'lishadi. Hazrati Umar o'zining o'rniga Hazrati Alini vakil qilib tayinlab, Quddusga keladi va sulh shartnomasini tuzadi. Shom yerlarining fathi tamomlanganidan so'ng Hazrati Abu Ubayda bu yerlarning idorasi va nazorati bilan mashg'ul bo'ladi. Bu davrda Shom va uning atrofidagi yurtlarda vabo tarqaladi. Xalifa Hazrati Umar buni tashxis qilish, tekshirish, kasallikka qarshi muolaja choralarini ko'rish maqsadida Hijriy 18-yilda Madinadan Shomga boradi. Qilingan tadbirlar, muolajalarga qaramay bu kasallikdan bir qancha musulmonlar vafot etadi. O'shanda 58 yoshda bo'lgan Hazrati Abu Ubayda ham bu kasallikka chalingan. Vafotidan oldin Hazrati Muoz ibn Jabalni o'rniga tayinlagan edi. Har bir ummatning bir amini bordir. Hijratning 9-yili Najron xristianlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, o'zlariga islomdan ta'lim beradigan bir odamni yuborishlarini talab qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga: "Men sizlarga haqiqiy amin bo'lgan bir odamni yuboraman" dedilar. O'sha paytda Hazrati Abu Ubayda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlarida edi. U kishining qo'lidan tutib hayajon bilan kutib turgan jamoaning oldiga olib chiqdilar va shunday dedilar: "Har bir ummatning bir amini bor. Islom ummatining amini Abu Ubayda ibn Jarrohdir." Abu Ubayda ibn Jarrohning yuksak axloqli va ishonchli inson ekani payg'ambarimizning o'zlari taraflaridan shu tarzda e'tirof etilgan edi. Hazrati payg'ambarimizning hali payg'ambarlik davri boshlanmaslaridan oldin jamiyat tarafidan u zotning eng ishonchli shaxs ekanliklari ma'qullanib, u zotga amin sifati berilgandi. Endi esa Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlariga oid bo'lgan sifatni Abu Ubaydaga ham berayotgan edilar. Shundan keyin Hazrati Abu Ubaydaning musulmonlar orasidagi laqabi Aminul Umma, ummatning amini bo'ldi. Qurg'oqchilik paytida yordamga shoshgani. Hijriy 18-yilda Hazrati Umarning xalifaligi davrida Arabistonda qurg'oqchilik yuz berdi. Hazrati Umar voliylardan yordam talab qilish majburiyati ostida qoldi.
O'shanda ilk yordamga shoshgan kishi Shom valisi Hazrati Abu Ubayda bo'ldi. Uning o'zi 4000 tuyadagi yukni Madinagacha olib kelib, Madina shahri va uning atrofida yashovchi insonlarga tarqatib, so'ng yana Shomga qaytib ketdi. Bu dunyo hammani o'zgartirdi, ammo seni o'zgartira olmadi. Hazrati Abu Ubayda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlik davrlarida ham, u zotning vafotlaridan keyin ham juda oddiy, sodda hayot kechirdi. Bir safar xalifa Hazrati Umar taftish qilish maqsadida hech kimga bildirmasdan Shomga keldi. U atrofiga yig'ilgan kishilardan, "Birodarim Abu Ubayda qayerda?" deb so'radi. "Hozir keladi" deb javob berishdi. Birozdan keyin Abu Ubayda bir tuyaga minib keldi. Hazrati Umar valisi Abu Ubaydadan o'zini uyiga taklif qilishini so'radi. Xalifaning maqsadi o'zi tayinlagan vali qanday hayot kechirayotganini o'z ko'zi bilan ko'rish edi. Abu Ubaydaning uyiga kirgan Hazrati Umar qilich, zirh va bir necha uy ro'zg'or ashyolaridan boshqa narsani ko'rmadi. Shunda Hazrati Umar, "Sen amirsan, uyingda yegani biror narsa yo'qmi?" deb so'radi. Hazrati Abu Ubayda, "Mening ehtiyojim uchun shu narsalar yetarli" deb javob berdi va bir savatning ichidan nonning bir necha bo'lagini olib ko'rsatdi. Bu holatdan ko'zlari yoshga to'lgan xalifa Umar ibn Xattob, "Abu Ubayda, bu dunyo hammani o'zgartirdi, ammo seni o'zgartira olmadi" dedi. Hazrati Umar nega Abu Ubaydani maxfiy kuzattirganda? Hazrati Abu Ubayda faqir va yo'qsillarga baytul moldan ajratar, shuningdek o'zining shaxsiy daromadlarining deyarli hammasini ijtimoiy yordam sifatida tarqatar edi. Bir safar Hazrati Umar unga 4000 dirham yubordi. Pulni yuborayotib elchisiga, "Diqqat qil, ko'raylikchi u pulni nima qilar ekan" deb ogohlantirdi. Hazrati Abu Ubayda elchidan pulni qabul qilib olib, hammasini dini va irqini ajratmasdan muhtojlarga tarqatib yubordi. Elchi xalifa Umarning huzuriga qaytib borib, ko'rganlarini aytganida Hazrati Umar xursandchiligini yashirmasdan shunday dedi: "Allohga hamdlar bo'lsinki, musulmonlar orasida shunday odil insonlar bor." Boyligi va saxovati. Hazrati Abu Ubayda ko'p janglarda qatnashgani uchun tushgan g'animalardan ancha-muncha mol egasiga aylangan edi. Bundan tashqari u valiyligi uchun tayinlangan maoshni ham olar edi. Lekin butun mol-mulkini faqir miskinlarga tarqatib yuborgani uchun huzurida ortiqcha biror narsa bo'lmasdi. Uning uyida 1-2 xizmatchisi va bir nechta tuya va otlari bor edi. U mana shu mol-mulkka ega bo'lganidan ham behuzur bo'lar, o'zini tez-tez hisob-kitob qilar, vijdoni qiynalar edi. Bir kuni bir guruh kishilar uning huzuriga kirib, yig'lab o'tirganlarning ustidan chiqishdi. Buning sababini so'ragan edilar. U kishi shunday javob berdi: Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo musulmonlarga ihson qiladigan fathlar haqida gapirar edilar. Bu fathlar orasida Shom diyori haqida ham gapirganlar. So'ng menga qarab shunday dedilar: Abu Ubayda, Alloh umringni uzoq qilsa shularga diqqat qil. Senga 3 ta xizmatchi yetadi. Biri sen bilan safar qiladi, biri senga xizmat qiladi, yana biri esa oilangning ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Senga 3 ta hayvon kifoya qiladi. Biri xizmatchinga, biri narsalaringga, yana biri esa o'zingga. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deganlaridan keyin uyimga kirsam xizmatchilar bilan to'la, molxonaga kirsam tuya va otlar bilan to'la. Bu holatda men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qaysi yuz bilan qarayman? Holbuki u zot sizlarning orangizda men eng yaxshi ko'rganlarim va menga eng yaqin bo'lganlar, menga mendan ayrilganlardan keyingi holatda quvishganlaringizdir degan edilar. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu javonmardlikni payg'ambarimizdan o'rgangan sahoba. Tiriklik paytidayoq jannat bilan mujdalangan 10 ta sahobadan yana biri Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqosdir
Hazrati Abu Bakrning vositasida 17 yoshlarida musulmon bo'lgan Hazrati Sa'd islomni qabul qilgan sahobalarning 7-chisi hisoblanadi. Uning bobosi Malik ibn Vuhaybdir. U zotning nasabi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasablari bilan Kilob ibn Murrada birlashadi. Sa'd ibn Abu Waqqosning otasining ismi Malik bo'lgan. Malikning kunyasi Abu Waqqos bo'lgan. U zotning ismiga otasining ismi emas, kunyasini qo'shib aytish odat bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning volidalari Amina binti Vahb bani Zuhra qabilasidan bo'lganlar. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu ham bani Zuhra qabilasidan bo'lganlari uchun Nabiy sollallohu alayhi va sallam u kishini tog'am deganlar. Hazrati Sa'dning onasi Hamna binti Abu Sufyondir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu mening tog'amdir deya tanitgan sahobaning bobosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning onalari Hazrati Aminaning amakisi edi. Hazrati Sa'd 8 marta uylangan bo'lib, u 17 qiz va 17 o'g'il, jami 34 nafar farzand ko'rgan. Hidoyatga kelishiga sabab bo'lgan tush. Hazrati Sa'd o'zining islomga kirishiga sabab bo'lgan tushini shunday hikoya qiladi. Men musulmon bo'lmasimdan oldin o'zimni hech narsani ko'rib bo'lmaydigan qorong'u bir yerda ko'rdim. Shu orada oy chiqib men uning nuriga ergashdim. Bu nurga mendan oldin kimlar ergashganiga qarar edim. Ular Zayd ibn Horisa, Ali ibn Abu Talib va Abu Bakrlar edi. Men ulardan qachondan beri bu yerda ekanliklari haqida so'raganimda, ular 1 soatcha bo'ldi deyishdi. Sinchiklab bildimki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni islomga maxfiy da'vat qilayotgan ekanlar. Men u zotga Ajyot tepaligi tarafda duch keldim. U zot asr namozini o'qiyotgan ekanlar. Men u yerda islomni qabul qildim. Mendan oldin bu kishilardan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Hazrati Sa'dning musulmon bo'lganini bilgan onasi qattiq qayg'uga tushib, uni ota-bobolarining diniga qaytarish uchun choralar qidira boshladi. U agar o'g'li bu dindan qaytmasa, hech narsani yemaslikka va ichmaslikka qasam ichdi. Hazrati Sa'd onasini bundan qaytarib, bu dindan aslo qaytmasligini aytdi. Ichgan qasamini bajarishga kirishgan onasi bir muddat o'tganidan keyin ochlik va suvsizlikdan hushidan ketdi. U hushiga kelganida Hazrati Sa'd, agar sizning joningiz 1000 ta bo'lsa va har kuni ulardan birini bersangiz ham men bu dinimdan qaytmayman dedi. O'g'lining bunday qat'iyatini ko'rgan onasi ichgan qasamidan voz kechdi. Hazrati Sa'd onasini qattiq yaxshi ko'rar, unga biror zarar yetishini aslo xohlamasdi. Lekin u iymon masalasida Robbiga isyon qilib, boshqalarning orzu-havaslariga ham tobe bo'la olmasdi. Hazrati Sa'd va u kabi boshqa insonlar tushgan bunday holatlarni hal qilish hamda iymon keltirganlarning qalbiga huzur bag'ishlash uchun Alloh taolo quyidagi oyat karimani nozil qildi. Agar ikkovlari seni o'zing bilmagan narsani menga shirk keltirishga majburlasalar, ularga itoat etma va bu dunyoda ikkovlarining suhbatini yaxshi qil hamda menga yo'nalganlarning yo'liga ergash. Luqmon surasi 15-oyat. Islom uchun to'kilgan ilk qon. Hazrati Sa'd Makka mushriklari tarafidan doimiy hujum va iskanjalarga duch kelardi. Makkada musulmonlar ularning zulm va tug'yonlaridan emin bo'lish uchun ibodatlarni imkon boricha maxfiy va kimsasiz yerlarda ado qilardilar. Bir kuni Hazrati Sa'd birodarlari bilan ibodat bilan mashg'ul bo'lib turganlarida, bir guruh mushriklar ular bilan tortishib masxara qila boshladi. Bunga chiday olmagan Hazrati Sa'd yerda yotgan bir bo'lak tuya suyagini olib ularga tashlandi va birini jarohatladi. Yaradan qon oqa boshladi. Islom tarixida Alloh yo'lida oqizilgan ilk qon mana shu qon bo'ldi. Islom uchun ilk o'q otgan qahramon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yordamlari bilan Hazrati Sa'd ukasi Umayr bilan birgalikda Madinaga hijrat qildi. Madinada payg'ambarimiz uni Hazrati Mus'ab ibn Umayr bilan birodar deb e'lon qildilar.
Boshqa bir rivoyatda esa uning birodari Hazrati Sa'd ibn Muoz bo'lgani aytilgan. Musulmonlar Madinaga hijrat qilishlari bilan islom davlati qurilgan va unga tahdid qiladigan kuchlarga qarshi harbiy faoliyatlar boshlangan edi. Shu maqsadda makkalik mushriklarning karvonlariga qarshi sariyalar, ya'ni harbiy bo'linmalar jo'natilar edi. İlk sariya hijratning 7-oyida makkaliklarning karvon yo'lini to'sish uchun 30 kishidan iborat bo'lgan Hazrati Hamza boshchiligidagi sariya hisoblanadi. Sa'd ibn Abu Waqqos ham bu sariyada qatnashgan edi. Shundan bir oy keyin Hazrati Ubayda ibn Horis boshchiligida yuborilgan sariya Quraysh karvoni bilan to'qnashganida ilk o'qni otib hujumni boshlab bergan ham mana shu Sa'd ibn Abu Waqqos bo'lgan. Makkada Alloh yo'lida ilk qon to'kkan kishi degan sharafli nom Hazrati Sa'dga oid bo'lganidek, Alloh yo'lida ilk o'qni otish sharafi ham unga nasib qilgan. Shuning uchun u kishi faxrlanib, arablardan Alloh yo'lida ilk o'q otgan kishi menman deb qo'yar edi. Sizni himoya qilish uchun keldim. Musulmonlar hali kuchga to'lmagan, zaif bo'lgan paytlarida mushriklar turli yo'llar bilan payg'ambarimizga suiqasd qilishga harakat qilishar edi. Bu holat Hazrati Sa'dni behuzur qilardi. Chunki u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni jonidan ortiq yaxshi ko'rar va u zotga biror zarar ziyon yetishidan qattiq xavfsirar edi. Hijratning ilk kunlari Madinadagi yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga suiqasd qilishga qasd qilishdi. Bundan xabar topgan Hazrati Sa'd qilichini osib to'g'ri payg'ambarimizning huzurlariga shoshildi. Uning xavotirini ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buning sababini so'radilar. Nima bo'ldi ey Sa'd? Ey Allohning rasuli, ichimga bir qo'rquv tushdi. Sizga biror zarar yetishidan qo'rqib sizni himoya qilish uchun huzuringizga keldim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishidan mamnun bo'lib haqqiga duo qildilar. Alloh taolo o'zining bu suyukli qulining qalbiga rasuliga bo'lgan muhabbatni solgan, u zotni himoya qilishga ilhomlantirgan edi. Bu hodisani Hazrati Oysha onamiz shunday hikoya qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan paytlarida bir kecha uyqulari qochib, bu kecha solih sahobalarimdan biri meni qo'riqlasa edi dedilar. Bir mahal silohning jarangini eshitdik. U zot kim u dedilar. Sa'd ibn Abu Waqqosman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga nima uchun kelding dedilar. U ko'nglimga Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallamdan xavotir tushib, u zotni qo'riqlagani keldim dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uning haqqiga duo qilib, so'ng uyquga ketdilar. Oting ey Sa'd, ota-onam sizga fido bo'lsin. Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqos mashhur chavandoz, bahodir jangchi bo'lish bilan birga usta kamonchi mergan ham edi. U Alloh uchun jihodga chiqishni har doim chin dildan orzu qilib yurardi. U Badr jangida qatnashib katta qahramonlik namunalarini ko'rsatdi. U kishi mushrik suvoriylarning qo'mondoni bo'lgan Sa'd ibn Osni o'ldirdi. Keyin uning qilichini olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga topshirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esa Zulkifa nomli bu qilichni olib, g'animatlarni tarqatayotganlarida Hazrati Sa'dning o'ziga berdilar. Uhud jangining tahlikali damlarida payg'ambarimizning atroflarida jonli qal'a bo'lib mudofaada turgan sahobalar orasida Hazrati Sa'd ham bor edi. Mushriklarning qo'li baland kelib, musulmonlarning saflari parokanda bo'lgan paytda u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlaridan jilmadi. Butun jussasi bilan Hazrati payg'ambarimizni to'sib himoya qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Sa'dning dushmanga qarshi fidokorona kurash olib borayotganini ko'rib, unga qo'llaridagi o'qlarni berdilar va Allohim uning o'qini o'tkir qilgan, duosini maqbul qilgan va bandalaringga mahbub qilgin deb duo qilardilar. Buni eshitgan Hazrati Sa'dning jasoratiga jasorat qo'shilib,
yanada ko'proq o'q ota boshladi. Uning otgan o'qlari nishonga bexato tegar va mushriklar bitta qular edi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uning haqqiga shunday duo qilgan edilar: "Oting ey Sa'd, ota-onam sizga fido bo'lsin oting." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Sa'd ibn Abu Waqqosga ota-onalarni fido qilganlari juda katta gap edi. O'sha kuni Hazrati Sa'dning 1000 ta o'q otgani rivoyat qilingan. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu Uhud urushi kuni o'ziga farishta yordam bergani haqida quyidagi gapni aytar edi: "Uhud kuni o'q otsam, uni menga o'zim tanimaydigan oq kiyimli chiroyli odam qaytarib olib kelib berardi. Men u farishta bo'lsa kerak deb o'yladim." Hazrati Sa'd Handaq, Hudaybiya, Xaybar, Makka fathi va boshqa g'azotlarda qatnashgan mardonavor jangchi edi. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu. Ikkinchi qism. Bemor bo'lib yotganida mol dunyo haqida qayg'urgani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga barcha janglarda ishtirok etgan Hazrati Sa'd vidolashuv haji yili Makkada kasal bo'lib yotib qoldi. Buni eshitgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam darhol uni ko'rgani borib, holini so'rab ko'nglini oldilar. U kishi bu kasallikdan vafot etib ketishini o'ylab, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mol-mulk masalasida shunday savol so'radi: "Dardim rosa avjiga mindi. O'zim badavlat odamman. Birgina qizimdan boshqa merosxo'rim yo'q. Molimning 3dan 2sini sadaqa qilaymi?" "U zot yo'q" dedilar. "Yarmi nima?" deb so'radi. "U zot yo'q" dedilar. Keyin 3dan 1 yetadi. 3dan 1 ham katta narsa. Chunki merosxo'rlaringni behojat holda qoldirishing, ularni odamlardan tilanadigan kambag'al qilib qoldirishingdan yaxshidir. Allohning roziligini istab qilgan nafaqang borki, unga albatta ajr olasan. Hatto ayolingning og'ziga solib qo'ygan narsang uchun ham dedilar. Allohim, Sa'd duo qilgan paytda uning duosini qabul qil. Hazrati Sa'd o'zining sadaqa qilish haqidagi bergan savollarga olgan javobdan ko'ngli to'ldi. Lekin uni o'zi nihoyatda sevgan kishisidan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ayriliq dardi qiynar edi. "Ey Allohning rasuli, hijratdan mahrum bo'lib Makkada qolib ketamanmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Sen mendan keyin yashab Allohning roziligini istagan holda solih amal qilsang, martabang va darajang albatta ziyoda bo'ladi. Shoyatki mendan keyingi hayotingda musulmonlar manfaat ko'rib, kofirlar zarar ko'rsa" dedilar. So'ngra yana: "Allohim, sahobalarimning hijratini mukammal qilgan, ularni ortlariga qaytarib yubormagin" dedilar. Bu hodisa Makka fath kunlari bo'lgan. Ana shunday ser tashvish kunda ham payg'ambarimizning vaqt topib Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu ni ko'rgani kelishlari ulkan hurmat ehtiromga dalolat qiladi. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu ning: "Ey Allohning rasuli, hijratdan mahrum bo'lib Makkada qolib ketamanmi degani, bemorligim tufayli Madinaga qaytib keta olmay Makkada qolib ketsam, qilgan hijratimdan ajrab qolgan bo'lamanmi deganidir." Quyidagi rivoyat oldingisini to'ldirib keladi. Sa'd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: "Makkada bemor bo'lib qoldim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam meni ko'rgani keldilar. U zot qo'llarini peshonamga qo'ydilar. So'ngra qo'llari ila yuzimni va qornimni siladilar. Keyin: Allohim, Sa'dga shifo bergan, uning hijratini batamom qilgin dedilar." Ya'ni bu yana o'zi hijrat qilgan joy Madina-i Munavvaraga qaytib borib, hijratini oxiriga yetkazishini nasib qilgan deganlar edi. Ushbu nabaviy duolar sababli Hazrati Sa'd tez fursatda kasallikdan shifo topdi va haqiqatda u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bashorat berganlaridek, Hazrati Umarning xalifaligi davrida islom lashkarining qo'mondoni sifatida juda ko'p o'lkalarni fath qilib minglab insonlarning islom diniga kirishiga sabab bo'ldi.
Bu davrdagi uning eng muhim amalga oshirgan ishlaridan biri Qodisiya jangida davrining eng kuchli davlati bo'lgan Eron davlati ustidan g'olib bo'lgani edi. Saodat asrida muhim vazifalarni zimmasiga olgani. Hazrati Umar o'zidan keyingi xalifaning tanlanishi uchun 6 kishidan iborat hay'atni tashkil qilgan. Hazrati Sa'd roziyallohu anhu mana shu 6 kishilik hay'atning a'zosi edi. Hazrati Umarning vafotidan keyin xalifalik tanlash uchun olib borilayotgan muzokaralarda Hazrati Sa'd Abdurrahmon ibn Afning foydasiga a'zolikdan chiqqanini ifodalagan edi. Hazrati Usmon xalifa etib tayinlanganidan keyin Hazrati Umarning tavsiyasiga binoan uni Kufaga vali etib tayinladi. Lekin bu safargi Kufa valiyligi uzoq muddat davom etmadi. Hazrati Sa'd roziyallohu anhu xazinadan qarzga olgan bir miqdor pulini uzishga qiynalgani, qarzini vaqtida to'lolmagani uchun xazina amini bo'lgan Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud uning ustidan xalifaga shikoyat qildi. Ana shu shikoyatga binoan xalifa Usmon ibn Affon uni Kufa valiyligidan oldi. Shundan keyin Hazrati Sa'd Madina shahri yaqinida joylashgan Aqiq vodiysidagi uyiga joylashib, u yerdagi ekinzor bog'ida ziroat bilan mashg'ul bo'la boshladi. U kishi Hazrati Usmonning shahid qilinishi bilan boshlangan fitna va ixtiloflardan uzoq turishga harakat qildi. U musulmonlar orasida qon to'kilishini istamas, qarshi taraflardan unga kelgan barcha takliflarni rad qilar edi. Bir paytlar Qodisiya jangining qo'mondoni sifatida Shoh Xisrafning saroylarini va xazinalarini qo'lga kiritgan Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqos nihoyatda sodda va zohidona hayot kechirishni tanlagan edi. U zotning vafoti. Hazrati Sa'd roziyallohu anhu Alloh taolo taqdir qilgan har qanday narsa zohiridan xunuk va yomon ko'rinsa-da, aslida musulmon odam uchun oqibati go'zal va xayrli bo'lishiga ishonib yashadi. U kishi 4 ta xalifa davrida ham yuzaga kelgan siyosiy jarayonlardan uzoq turishga intildi. Hayotini ibodatlar ichida o'tkazgan Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqos hijratning 55-yilida Madinadan 10 mil uzoqlikda joylashgan Aqiq vodiysida istiqomat qilib kelgan uyida Haqning rahmatiga qovushdi. Hazrati Sa'dning janozasi uning Aqiq vodiysidagi uyidan Madinaga olib kelindi va Masjidun Nabaviyda janoza namozi o'qilib Baqi qabristoniga dafn qilindi. U kishining vasiyatiga ko'ra Badr jangida kiygan kiyimi bilan kafanlandi. Janoza namozini Umaviylarning Madinadagi valisi Marvon ibn Hakam o'qidi. Bu namozda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak zavjalari ham ishtirok etdilar. Hazrati Sa'dning o'g'li Omirdan qilingan rivoyatga ko'ra, Hazrati Sa'd muhojirlar orasida eng oxirgi bo'lib vafot etgan kishi hisoblanadi. U kishining o'limi barcha musulmonlarni qayg'uga soldi. Chunki Hazrati Sa'd payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bo'lib o'tgan xotiralarni shunday jonli ifoda qilar ediki, uni tinglaganlar o'zlarini xuddi u zot sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida turgandek his qilar edi. 270 ta hadis rivoyat qilgan Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqos barcha go'zal xulqlarni o'zida jamlagan mumtoz bir shaxsiyat edi. U kishi o'zidagi bunday fazilatlarni boyligida shukr qilish bilan va mashaqqatli davrlarda esa sabr qilish bilan isbotlab bergan edi. Uning o'zidan rivoyat qilingan quyidagi hadisi sharif uni har qanday holatga chin dildan rozi bo'ladigan kishi ekanini ifodalaydi. Mo'minning holiga hayrat qilaman. U bir yaxshilikka duch kelsa Allohga hamd aytib shukr qiladi. Bir musibatga uchrasa ham Allohga hamd aytish bilan sabr qiladi. Shu tarzda u har ikki ishda savobga erishadi. Hatto ayolining og'ziga solgan bitta luqmasi uchun ham savobga erishadi. Boyligi va saxovati. Hazrati Sa'd payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida boy inson bo'lgan. Xususan u kishi payg'ambarimizning duolari bilan yanada ko'proq barakaga ega bo'lgan. Keyingi hayoti davomida halol yo'l bilan mol-mulk topgan. U vafot etganida ortidan ko'pgina miqdorda boylikni tashlab ketdi. Hazrati Sa'd roziyallohu anhu ham boshqa boy sahobalar kabi juda saxiy inson edi.
U kishi payg'ambarimizning hayotlik davrlarida ham, u zot vafot etib ketganlaridan keyin ham boyligini faqir fuqarolarga tarqatib yuboradigan sahobiy edi. Aqiq vodiysida bir ko'shki bo'lib, uning tomi baland, hovlisi keng edi. Uning boloxonali bu ko'shki atrofida uzum bog'lari va 10 dan oshiq joriyasi bor edi. U kishi qo'lidagi oltin va kumushlarning zakotini chiqarib, bir yili valiy Marvon ibn Hakamga 5000 dinor, yana bir yili esa 50,000 dirham yuborgan. U masjidga qo'shni bo'lgan bir yerni vaqf qilgan. 250,000 dirham miqdorda meros qoldirgan edi. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu molini faqirlarga seldek sochib tarqatgan sahoba. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu ning kunyasi Abu Muhammad bo'lib, otasining ismi Ubaydullohdir. Onasining ismi Sa'ba bintu Abdulloh ibn Malik Hazramiyya. Islom tarixining eng diqqatga sazovor shaxsiyatlaridan bo'lgan Hazrat Talha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam taraflaridan hayotlik paytidayoq jannat xushxabari bilan mujdalangan 10 ta sahobadan biridir. U kishi ilk islomni qabul qilgan 8 kishidan va Hazrat Abu Bakr vositasida musulmon bo'lgan 5 kishidan biri hisoblanadi. Hazrat Talha roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bojalari ham edi. U kishining 4 ta ayollari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjalariga opa-singil edi. Ummu Kulsum binti Abu Bakr degan ayollari Hazrat Oysha binti Abu Bakrning, Homma binti Jahsh degan ayollari Zaynab binti Jahshning, Foriya degan ayollari Ummu Habibaning, Ruqiya degan ayollari esa Ummu Salamaning opasi yoki singillari bo'lishgan. Shuningdek Talha roziyallohu anhu Utba ibn Robi ibn Abdushamsning qizi Ummu Abon bilan ham turmush qurgan edi. Boy bo'lishi bilan birga saxiyligi, javonmardligi va fidokorligi bilan ham ma'lum va mashhur bo'lgan. U Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va u zotdan keyingi 4 ta xalifa davrida ilk safda turgan mumtoz shaxsiyatlardan bo'lib, mashvarat majlislarining doimiy va eng asosiy a'zolaridan biri edi. Bundan tashqari u xalifa saylash uchun tashkil qilingan 6 kishilik Ashobi Shuro hay'ati a'zolaridan biri bo'lgan mashhur sahobiy bo'lgan. U qanday musulmon bo'ldi? Musulmon bo'lishidan oldin ham tijorat bilan shug'ullangan Hazrat Talha bir kuni tijorat uchun Basraga borgan edi. U yerda bir rohib bilan tanishib qoldi. Rivoyatlarga ko'ra, Hazrat Talha Basra bozorida turgan paytda u yerdagi bir cherkovning rohibi "Qaranglarchi, bu bozor ahli orasida Makkadan bo'lgan biror kishi bormi?" deya e'lon qildi. Shunda Hazrat Talha "Ha, bor. Mana men Makka xalqidanman" dedi. O'sha rohib "Unda aytchi, Ahmad chiqdimi?" deb so'radi. Hazrat Talha "Kim u Ahmad?" dedi. Ahmad bu Abdulloh ibn Abdul Muttalibning o'g'li bo'lib, bu oy uning chiqadigan oyi. U payg'ambarlarning oxirgisidir. U haramdan chiqadi. Xurmoli, qora toshli va sho'r tuzli bir yerga hijrat qiladi. Sen unga shoshilgin dedi. Rohibdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oxirgi nabiy bo'lishlarini eshitgan Hazrat Talha tijoratini tugatmas darhol Makkaga qaytdi va u yerda ilk musulmon bo'lgan Hazrat Abu Bakr bilan ko'rishib, u bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak huzurlariga bordi. U basralik rohibning xabarini payg'ambarimizga gapirib berdi va shu on kalimai shahodatni keltirib hidoyatga erishdi. Musulmon bo'lgan holda abadiy saodatga olib boruvchi karvonga qo'shildi. U ham musulmon bo'lganidan keyin qolgan boshqa musulmonlar kabi Makka mushriklarining zulmlaridan qutula olmadi. Hatto onasi, akasi va boshqa eng yaqin qarindoshlari ham u bilan birga turli-tuman iskanja va haqoratlarga duch keldilar. Uni uyiga hibs qilib, och va suvsiz qoldirishdi. Qo'llarini bo'yniga bog'lab ko'chama-ko'cha sudrashdi. Ammo Hazrati Talhaning qalbi Allohning qo'rquvi va rasulining muhabbati bilan lim-molim edi. Undagi bu tuyg'u muhabbatdan ham oliy bo'lgan ishq darajasidan ham baland edi.
Zotan bunday his-tuyg'u barcha sahobalarning mushtarak fazilatlaridan biri edi. Shuning uchun ham Makkaning ilk musulmonlari qalbidagi iymondan olgan kuch-quvvat bilan barcha mashaqqat va zulmlarga qarshi tura oldilar. Hazrati Tolha bir kuni tijorat uchun Shomga bordi. U yerdan qaytayotganida payg'ambarimiz va u zotning sahobalari Madinaga hijrat qilib ketganlarini eshitib, karvondagi mollarini tashlab darhol Madinaga hijrat qilib ketdi. O'qlar sizga emas, menga tegsin. Hazrati Tolha Badr jangidan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qatnashgan barcha janglarda qatnashdi va fidokorona jang qildi. Uning Uhudda ko'rsatgan qahramonligi hammaga ham nasib qilmaydigan ulug' ish edi. Uning tillarda doston bo'lgan bu matonati tarixning oltin sahifalaridan joy olib zikr qilib kelinadi. O'shanda mushriklar payg'ambarimizni eng birinchi bo'lib o'ldirishni qasd qilib, butun quvvati bilan hujumga o'tgan paytlarida u zotga biror zarar ziyon yetmasin deya, u zotning atroflarini jonli qalqon sifatida o'rab olgan, o'z jonini fido qilgan sahobalarning orasida u ham bor edi. Mushriklar tinmasdan payg'ambarimiz turgan joyga o'q yomg'irini yog'dirishardi. Bu o'q yomg'irini qaytarish uchun fidokor sahobalar insoniyatning toqatidan tashqari bo'lgan g'ayrat namunasini ko'rsatar, go'yoki o'z hayotini fido qilishda musobaqalashayotganda edilar. Ularning boshida Hazrati Tolha bor edi. Hazrati Tolha jang maydonida boshqa mujohid sahobalar singari jang qilayotgan Hazrati payg'ambarimizni ko'rib, u zotga: "Ey Allohning rasuli, sizga qurbon bo'lay. Dushmanga yaqin bormang. Dushmanning o'qi biror yeringizga tegib ketmasin. O'qlar sizga emas, menga tegsin" deya yolvorar edi. Uning otilgan o'qlarga va solingan qilichlarga qarshi hatto qo'l oyoqlarini qalqon qilishi tarixda misli ko'rilmagan hodisa edi. Mushriklar payg'ambarimizga xuddi uyasi buzilgan arilardek tashlangan edilar. Tolha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu esa u zotni ularning tinimsiz hujumlaridan himoya qilar edi. O'ng qo'li bilan qilichbozlik qilsa, chap qo'li va yelkasi bilan payg'ambarimizning qulayroq joyga o'tib olishlariga yordam berar edi. Ana shunday jang bo'lib turgan vaqtda dushman qilichlaridan biri Rasululloh tomon o'tib ketayotganini ko'rib, chap qo'li bilan haligi qilichni ushlab qoldi. Dushman qilichi Tolha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu ning ko'rsatkich barmog'ini kesib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Agar Tolha meni himoya qilish uchun o'sha qilichga qarshi qo'lini qalqon qilganida, bismillah deganida edi, u insonlarning ko'z o'ngida jannatga kirardi" deya uning qahramonliklarini oshkora maqtaganlar. Boshqa bir rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Tolhaga shunday deganlar: "Agar bismillah deganingda farishtalar seni osmonga ko'tarib ketayotganlarini odamlar o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lar edilar." Yana bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Uhud kunida yer yuzida o'ng tarafimda Jabroil, chap tarafimda esa Tolhadan boshqa menga yaqin bo'lgan biror kishi bo'lganini ko'rmadim" deganlar. Alloh taolo Tolha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu ning fidokorligini payg'ambarimizning dushmanlar hujumidan saqlanib qolishlariga sabab qildi. O'sha kuni Nabiy sollallohu alayhi va sallamning mushriklarning quturgan hujumlaridan butunlay qutulib xavfsiz joyga chiqib olishlariga ham Tolha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu sabab bo'ldilar. Uhud kuni Nabiy sollallohu alayhi va sallamning ustilarida ikkita sovut bor edi. Bir harsang ustiga chiqmoqchi bo'ldilar, ammo chiqa olmadilar. Tolhani pastga o'tirg'izib, Nabiy sollallohu alayhi va sallam ustiga chiqib turib, harsanga ko'tarilib oldilar va Tolhaga vojib bo'ldi dedilar. Dushman qilichi, nayzasi va o'qlardan himoyalanish uchun ikkita temir kiyim kiyib olgan odam uchun tog' sharoitida katta harsang ustiga chiqib olish oson emas. Ana shunday paytda Tolha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jang qila turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak oyoqlari ostiga yelkalarini qo'yib turib, u zot alayhi salomni omonlik joyiga chiqarib qo'yganlar. Bu ishlarning hammasi Alloh yo'lidagi fidoyilik edi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam
Tolhaga vojib bo'ldi dedilar. Bu Tolhaga jannat vojib bo'ldi deganlaridir. Uhud jangida Hazrat Tolhaning hamma joyi qilich va o'q zarbalaridan ilma-teshik bo'lib ketgan, vujudida yaralanmagan va qonga belanmagan biror joyi qolmaganda. Ular Tolha roziyallohu anhuning barmog'i kesilib ketganini, badanida 70 dan ortiq o'q, qilich, nayzadan qolgan jarohatlarni ko'rdilar. Bir safar u ko'p qon yo'qotgani bois hushidan ketib yiqildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Abu Bakrga unga qarab turishini buyurdi. Hazrati Abu Bakr uning yuziga suv sepgan edi. Hushiga kelishi bilan Rasulullohning ahvollari qanday, u zot nima qilyapti deb savol berdi. Shu tariqa u payg'ambarimizni haqiqiy sevishini yana bir bor isbotlab, u zotga chin ko'ngildan bog'langanini isbotlagan edi. O'shanda Hazrati Abu Bakr Rasulullohning ahvollari yaxshi degan edi. U kishi Allohga shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sog' bo'lsalar bo'ldi. Hech bir musibat menga kor qilmas dedi. Bu borada u yerga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlari ham kelib qoldilar. U zot Hazrati Tolhaning butun badanini siladilar va muborak qo'llarini ochib, Allohim, unga shifo ber, unga quvvat ber deya haqqiga duo qildilar. Shu onning o'zidayoq Hazrati Tolha payg'ambarimizning mo'jizasi sifatida sog'lom holda oyoqqa turdi. Quvvatga kirdi va yana dushmanga qarshi jang qila boshladi. Hazrati Abu Bakr Uhud kunini xotirlab quyidagilarni aytar edi. Uhud urushi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlardan ajrab yolg'iz qolganlarida men birinchi bo'lib u zot tomon yurdim. Qarasam bir odam u zotning oldilarida himoya qilib jang qilmoqda. Tolha bo'lsa edi, otam ham onam ham unga fido bo'lsin. Tolha bo'lsa edi, otam ham onam ham unga fido bo'lsin deb borib tursam, orqamdan Abu Ubayda xuddi qushdek uchib kelib qoldi. Birgalashib yetib borsak, Rasulullohning oldilarida Tolha yiqilib yotgan ekan. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam, birodaringizga qarang, u haqlidir dedilar. Shu payt payg'ambarimizning yanoqlariga bir narsa kelib tegib, dubulg'aning halqasini kiritib yubordi. Uni payg'ambarimiz alayhissalomdan chiqarib olish uchun borgan edim. Abu Ubayda, Abu Bakr, Alloh xayringizni bersin, menga qo'yib bering dedi va u kirgan narsani og'zi bilan chiqara boshladi. Payg'ambarimiz alayhissalomga ozor bermaslik uchun tishi bilan chiqarishga harakat qildi va chiqarib oldi. Abu Ubaydaning old tishi tushdi. Men keyingisini olishga uringan edim. Abu Ubayda yana, Abu Bakr, Alloh xayringizni bersin, menga qo'yib bering dedi. Yana tishi bilan chiqarib oldi. Abu Ubaydaning yana bir tishi tushdi. Rasululloh alayhissalom, birodaringizga qaranglar, u haqlidir dedilar. Biz Tolhaning jarohatlariga qaray boshladik. Unga 10 dan ortiq o'q, qilich va nayza tekkan ekan. Payg'ambarimizga biror zarar kelmasin deya otilgan o'qlarga va solingan qilichlarga qarshi vujudini qahramonlarcha qalqon qilgani sababli payg'ambarimiz hali Uhud g'azotidan qaytmasdan turib Hasson ibn Sobitga Hazrati Tolha haqida bir madhiya o'qishni buyurdilar. U quyidagi she'rni aytdi: Qiyin keldi nabiyimizga kun aqaba, fido qildi borini unga Tolha. Kamon o'qlariga qo'llari qalqon, qilich zarbasidan barmoq bo'ldi qon. Yolg'iz o'zi hammadan turib oldin, yurgizmoqchun islom tegirmonin. Bor kuchin sarf etdi to din yuksalib, yer yuziga hokim bo'ldi islom g'olib. Hazrati Abu Bakr ham shunday bir she'r o'qidi. Tolha suvoriylar oldida turib, hidoyat mayog'i nabiyni qildi himoya. Dushman bilan yakka yuzma-yuz kelib, quvvatla qildi dinni mudofaa. Iymon zaif kelib hamma qochgan chog', sabr qilding o'qlarga qalqon ko'ksing. Ey Tolha senga hurlar, intiq jannat bog', qochmay jang qilding o'ynatib qilich. Hazrati Umar ham u haqida shunday bir she'r o'qidi. Tashlab ketdi hamma jang maydonini, lekin yalang'ochlab u qilichini, davom ettirardi himoya qilishni,
hidoyat mayog'i so'nggi nabiyni. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham to'g'ri aytding Umar dedilar. Hazrati Umar Tolhaning Uhudda ko'rsatgan qahramonligi, shijoati va matonati haqida so'z yuritilsa, ich-ichidan sevinib ketar edi. Tolha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu. Ikkinchi qism. O'z yerini Hazrati Aliga hadiya qilgani. Hazrati Usmonning xalifaligi davrida Hazrati Ali akasi Ja'farning o'g'li Abdullohni bir yerning da'vosida vakil qilib Hazrati Usmonning oldiga yubordi. Bu da'vo ikkisi ham ashra-i mubashsharadan bo'lgan Hazrati Ali bilan Hazrati Tolhaning orasida edi. Bu kelishmovchilik esa ularning bir-biriga qo'shni bo'lgan yerlardagi sug'orish arig'i bilan bog'liq edi. Hazrati Ali bu sug'orish arig'ining qolishini, Hazrati Tolha esa uning yopilishini xohlar edi. Hazrati Abdulloh ibn Ja'far amakisi Hazrati Ali nomidan borib vaziyatni xalifa Usmonga bayon qilgach, u ertasi kuni muhojir va ansorlardan iborat bir guruh bilan ulovga minib o'sha da'voga sabab bo'lgan yer tomon yo'lga tushdilar. Ular yo'lda ketayotganida oldilaridan bir odam chiqib, bu ikki sahoba o'rtasidagi ixtilof avvaldan ham bo'lganini, Hazrati Ali bu da'voni xalifa Hazrati Umar davrida ham unga arz qilganini va Hazrati Umar bu da'voni Hazrati Tolhaning foydasiga hukm chiqarganini aytdi. Buni eshitgan Hazrati Usmon, Umar qaror qilib hukm chiqargan da'voga men qaramayman dedi-da ortiga qaytdi. So'ng Hazrati Abdulloh ibn Ja'far bo'lgan gapni Hazrati Aliga bildirdi. Hazrati Ali xalifa Usmonning bu ixtilofli masalada yangi bir hukmni chiqarishidan chekinganini bilgach, jiyani Abdullohga shunday dedi: "Borib Tolhaga ayt, bu ariq uniki, uni nima qilsa qilaversin." Hazrati Abdulloh ibn Ja'far borib Hazrati Tolhaga xabarni yetkazgan edi. U Hazrati Ali bilan o'rtasida yillardan beri davom etib kelayotgan ixtilofning va nihoyat tugaganiga sevindi. So'ng u Abdulloh ibn Ja'far bilan Hazrati Alining oldiga bordi. Hazrati Ali salomlashgach, "Bu ariq seniki, bilganingni qil" dedi. Shunda Hazrati Tolha, "Xo'p, qabul qildim va tashakkur aytish uchun keldim. Faqat qilinishi lozim bo'lgan bitta ehtiyojim bor" dedi. Hazrati Ali qanday ehtiyoj ekan degan edi. Hazrati Tolha shunday dedi: "Men bu yerni uning ichidagi xizmatchilari, hayvon va asboblari bilan birga sizga hadiya qilmoqchiman va uni qabul qilishingizdan umidvorman." U yillardan beri davom etib kelgan bu ixtilofda o'zining haqli ekanini tan olgach, endi bu yerni o'zining xohishicha tasarruf qilishni istayotgan edi. Bu tasarruf esa o'ziga tegishli bo'lgan yerni ichidagi narsalari va o'sha ariq bilan birga Hazrati Aliga hadiya qilish edi. Hazrati Tolhaning bu taklifini Hazrati Ali qabul qilganidan juda sevinib ketdi. Ikki sahoba quchoqlashib xayrlashdilar. Ularni kuzatib turgan Hazrati Abdulloh ibn Ja'far hayratini shunday ifodaladi: "Ulardan qay biri saxiyroq bilmay qoldim. Ariqni ihson qilib yuborgan Hazrati Alimi yoki avval bu ariqni berishni xohlamasdan, so'ng butun yerni hadiya qilib yuborgan Tolhami?" Qo'li ochiq bo'lgani sababli Hazrati Ali tarafidan maqtalgani. Hazrati Tolha lutf bilan muomala qiladigan, hammaga ochiq yuz bilan boqadigan, tabassumli va hech kimga ozor bermaydigan go'zal bir axloq egasi edi. Hatto ayollar ham uning bunday chiroyli muomala egasi ekanini bilishardi. Shaharda nihoyatda latofatli va go'zal bir ayol bor edi. Uning ismi Ummu Abon edi. Hazrati Umar ham bu qizga uylanishni istagan, ammo bu taklifni rad qilgandi. Keyinroq Hazrati Zubayr va Hazrati Alilar ham bu qizga talabgor bo'lishgan, ammo u qiz ularga ham rad javobini bergandi. Faqat Hazrati Tolha unga nikohni taklif qilganida, Ummu Abon uning bu taklifini qabul qildi. Buning sababini so'raganlarida u shunday deb javob berdi: "Men uning axloqini bilaman. Tolha uyiga tabassum bilan kiradi, uyidan yana tabassum bilan chiqadi.
undan biror narsa so'ralsa beradi, unga biror narsa berilsa tashakkur aytadi, u biror bir qusurni ko'rsa uni af etadi. Shundan so'ng Ummu Abon Hazrat Tolha bilan oila qurib, undan bir farzandni dunyoga keltirdi. Hazrat Tolha haqida kelgan rivoyatlar uning o'rta bo'yli va juda kelishgan yigit bo'lganini ifoda qiladi. Shu bilan birga uning javonmardligi va go'zal xulqi ayollarning ham diqqatini tortgan edi. Men bu molni nima qilay? Hazrat Tolhaning ayoli Suda binti Af bir kuni erini g'amgin va ma'yus holda ko'rdi va undan buning sababini so'radi. U shunday javob berdi: Menda biroz mol-mulk yig'ilib qoldi. Men ularni nima qilishni bilmayapman. Xuddi eri kabi saxiy va xayrsevar bo'lgan ayoli unga shunday dedi: Shuning uchun ham siqilasizmi? Siz ahvoli og'ir, muhtoj qarindosh urug'laringizni to'plab, bu mollarni ularga tarqatib yuboring dedi. Hazrat Tolha ayolining taklifini tasdiqlab, u aytgandek qildi. U hisob-kitob ishlari bilan shug'ullanadigan xizmatchisiga: Menga muhtoj qarindoshlarim va yurtdoshlarimni to'pla dedi. Keyin uning ayoli o'sha xizmatchidan qancha pul tarqatganini so'ragan edi. U 400 ming dirham pul tarqatilganini aytdi. Hazrat Tolha o'zining yerini katta pulga sotdi. Molning ortiqchasi g'aflatga sabab bo'lishini bilgan Hazrat Tolha bir necha do'stini chaqirib maslahat qildi va molidan bir tanga ham qolmaguncha Madinadagi muhtoj oilalarga uyma-uy tarqatib chiqdi. Shu sababli Hazrat Tolha haqida quyidagi maqtovli gap so'zlar tarqaldi. U Bani Taym qabilasidan muhtojlarning birortasini qoldirmay ehtiyojlarini qondirgan edi. U qarzdorlarning qarzini uzar, zaiflarga xizmat qilar va o'zi haqdor bo'lgan kishilardan haqini kechib yuborar edi. Uyda saqlagan pullari sababli uxlay olmagani. Ziroat va tijorat bilan mashg'ul bo'lgan Hazrat Tolha vaqt o'tib katta boylikka erishdi. Ammo u mol-mulkini va foydasini saqlashdan behuzur bo'lar edi. Bir kuni Hazrat Tolha bir ekinzorni 700 ming dirhamga sotdi. O'shanda shom vaqti kirib qolgani uchun pulni uyiga olib keldi. U kishi tong otib pulni faqirlarga tarqatib yubormagunicha uxlamay chiqdi. Bir faqirga butun bir ekinzorni hadya qilgani. Bir kuni bir badaviy kishi Hazrat Tolhaning oldiga kelib, u kishining marhamatidan umidvorligini, o'zining muhtojligini aytib yolvordi. Hazrat Tolha shunday dedi: Hali sendan boshqa hech kim menga bunchalik yolvormagan edi. Mening bir yerim bor. Xalifa Usmon menga 300 ming dirham taklif qilganida ham unga sotmagan edim. Xohlasang o'sha yerni senga hadya qilaman. Xohlasang uni Hazrati Usmonga sotib pulini senga beraman. Badaviy bu taklif qarshisida shoshib qoldi va sotib pulini bering dedi. Keyin Tolha roziyallohu anhu Hazrati Usmon roziyallohu anhu ga o'sha yerni sotib, pulini olib kelib badaviyga berib yubordi. Kim tirik yuruvchi shahidni ko'rishni xohlasa, Tolhaga qarasin. Sahobalardan biri kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan: Mo'minlarning orasida shundaylari borki, ular Allohga bergan ahdlarida sodiqdirlar. Ulardan kimdir jonlarini fido qildi, kimdir bu sharafni kutib turibdi degan oyat karimasidagi shahid bo'lishni kutib turganlar kimlar ekanini so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam indamadilar. Haligi sahoba bu savolni 3 marta takrorladi, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam javob bermadilar. Shu payt ustiga yashil libos kiygan Hazrat Tolha masjidga kirib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uni ko'rishlari bilan savol bergan kishi qani deb so'radilar. O'sha sahoba: "Men shu yerdaman ey Allohning rasuli" degan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrat Tolhani ko'rsatib, "Mana bu shahid bo'lishni kutib turganlardandir" dedilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishi haqida: "Kim tirik shahidni ko'rishni xohlasa, Tolhaga qarasin" deganlari. Yana
Tolha bilan Zubayr jannatda mening qo'shnilarimdir deya madh qilganlari rivoyat qilingan. Hijriy 34-yilda sodir bo'lgan Jamal voqeasida munofiqlarning fitnasi sababli ikki musulmon jamoa o'zaro jang qilgan urushda Tolha roziyallohu anhu ham shahid bo'lgan. Uning kim tomonidan shahid qilingani noma'lum bo'lib qolgan. Hazrat Tolha shahid bo'lgan paytda 60 yoki 64 yoshlar orasida edi. Hazrati Ali bu muborak sahobaning vafot etganini ko'rib mahzun bo'ldi. U Hazrat Tolhaning jasadi yoniga kelib shunday dedi: Tolha, yulduzlarga to'la samo ostida seni tuproqqa o'ralgan holda ko'rish menga og'ir keldi. Koshki men 20 yil oldin vafot etib ketgan bo'lsam va buni ko'rmasam edi. Boyligi va saxovati. O'rta Yer dengizi sohilidagi shaharlarda tijorat bilan shug'ullangan Hazrat Tolhaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada bir uy bergan edilar. Uning Kufada va Xaybarda katta foyda keltiradigan yerlari ham bor edi. U Xaybarda 20 ta tuya bilan sug'oriladigan bitta yeridan oilasining don-dunga bo'lgan ehtiyojini qoplar edi. Uning Iroqda ham ko'plab ekinzor bog'lari bor edi. U boy bo'lganiga qaramay, sodda, oddiy va kamtarin hayot kechirar edi. Ba'zan boylarga xos kiyimlar kiyganini ko'rish mumkin edi, ammo uning isrofga va safohatga aslo moyilligi yo'q edi. Hazrat Tolhaning bir kunlik foydasi 1000 dirhamdan iborat edi. Uning faqatgina Iroqdan keladigan yillik daromadi kamida 100 ming dirham atrofida bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra bu miqdor 4-5 barobar ko'p bo'lgan. Sirot degan joydan har yili unga muntazam 10 ming dinor foyda kelar edi. U Madina va Kufa kabi bir qancha shaharlarda ko'shk va uylarga ega bo'lish bilan birga Hazrati Usmonning xalifaligi davrlarida 100 ming dinor qiymatidagi ko'shklarni bino qildirgan. U yordam so'rab kelgan bir yaqiniga 6-700 ming dirhamlik bir yerni hadya qilib bergan. Hazrat Tolha yer sotib qo'lga kiritgan foyda va boshqa daromadlarini bir necha marta sadaqa qilib tarqatib yuborgan. U payg'ambarimizning davrlarida bir qancha quduqlarni sotib olib vaqf qilib yuborgan. U Hazrati Abdurrahmonga o'z hissasini ham berib yuborgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, Hazrati Aliga Madinadagi bir bog'ini ichidagi qullari, hayvonlari va asboblari bilan birga hadya qilgan. U Ubaydulloh ibn Ma'mar bilan Abdulloh ibn Amirning 80 ming dirham, Subayha at-Taymiyning 30 ming dirhamlik qarzlarini to'lab berishdan tashqari, Banu Tamim qabilasidagi muhtojlarning qarzlarini uzar, tul va bevalarning turmush qurishlariga yordam berar edi. U har bir faqir va muhtojga yordam qo'lini cho'zar, yetimlarni himoya qilar, bevalarga yordam berar, torchilikda qolganlarni sevintirar, uyda musofirlarni mehmon qilar, beva bechoralarga kafil bo'lar, qarz so'rab kelganlarga ortiqchasi bilan qarz berar, qaytarib bera olmaganlardan esa kechib yuborar edi. U har yili Hazrati Oysha onamizga 10 ming dirham hadya yuborardi. Hazrat Tolha turli davrlarda bir necha marta uylangan. U shahid qilinganida 4 ta ayoli bilan 11 ta o'g'il va 4 ta qiz farzandi bor edi. Hazrat Tolha vafot etganida ularga bir qancha mol-mulk va boylikni qoldirdi. Uning meros qoldirgan ko'chmas mulklarining qiymati 30 million dirham atrofida edi. U 2 million dirham va 200 ming dinor naqd pul ham qoldirgan edi. Fayyoz va Jud. Hazrati Tolhaning muhtojlarga qilgan yaxshilik va yordamlari seldek oqqani uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga Fayyoz deya laqab berdilar. U kishi tog' tarafdan bir quduqni sotib olib, odamlar foydalanishi uchun uni topshirdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Sen ey Tolha, Fayyozsan" dedilar. Fayyoz so'zi toshqin daryo degan ma'noni anglatadi. Darhaqiqat payg'ambarimiz Tolha ibn Ubaydullohga behudaga toshqin daryo laqabini bermagan edilar. U kishi topgan narsalarini musulmonlar foydasi uchun xayr va ihson qilishga oshqar edi. Hunayn g'azotida ko'rsatgan qahramonligi va fidokorligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga Jud laqabini bergan edilar. Bu so'zning ma'nosi qo'li ochiq,
saxiy, faqir va yo'qsillarning holidan xabar oluvchi va miskinlarga lutf ko'rsatuvchi, ihson qiluvchi degan ma'nolarni anglatadi.